Yoshlar, yaqinroq keling. Bu yangilik aynan siz uchun. Ilk marotaba yoshlar uchun 15% garovsiz kredit beriladi. Bu haqida prezidentimiz yoshlar bilan bo'lib o'tgan muloqot davomida ma'lum qildi. O'zbekistonda yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy yildan boshlab kelajak tadbirkori dasturini amalga oshirish belgilandi. Mazkur dastur doirasida yosh tadbirkorlar uchun 7 yil muddatgacha yillik 15% imtiyozli kreditlar ajratish tizimi yo'lga qo'yiladi. Dasturga muvofiq o'zini-o'zi band qilgan yoshlarga garovsiz 20 million so'mgacha, tadbirkorlik ko'nikmasiga ega bo'lib, o'z biznesini boshlayotganlarga 300 million so'mgacha, faoliyatini kengaytirishni rejalashtirgan yosh tadbirkorlarga 2 milliard so'mgacha, kamida 5 nafar bitiruvchini ish bilan ta'minlagan tadbirkorlarga 10 milliard so'mgacha kredit mablag'lari ajratiladi. Shuningdek, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan birgalikda Mening birinchi kasbim dasturini boshlash topshirildi. Bunda tajriba orttirish dasturi doirasida oliygoh bitiruvchilari o'rtasida tanlov o'tkazib, ularga oyiga 2 million so'mgacha stipendiya to'lash yo'lga qo'yiladi.